Assalamualaikum, Nuqat Qavachima Tutman Nuqat Qavachilari. Bugungi kunga 6-kun 9-fevral 2023 yıl 6-kundagi qisqa mesele tanıştırgan keldik. Bizden olsa like, bosh komentar yazıp qo'ygan tuğanlar. Mamlaketlik. Tuğanlar biz hozir birinchi Finka Bankka keldik. Finka Bankda 87 so'm 38 dollar, 90 so'm 80 euro. 167 rubl ekan tuğanlar qaranglar. Tuğanlar 87 so'm 20 ten dollar, 90 so'm 50 euro, 1 so'm 16,5 tengegen rubl. Tuğanlar Ekaslan Bank'ta. Tuğanlar valutalar kel, valutalar 87 so'm 60 ten dollar, 1 so'm 16 ten rubl. Kazak tengesi 13 ten, Özbekistan 0,75 tengegen. Qaranglar. Tuğanlar Kırgızistan Bank'a kel, Kırgızistan Bank'ta tile bunday 87 so'm 38 ten dollar, 90 so'm 50 euro, 1 so'm 16 ten rubl ekan. Tuğanlar qaranglar. Tuğanlar şöyle Nuqat Qavachima Tutman sizlerle koşacak. Bayram aman olsun, tinch bo'linglar. Ülkemizde tinchlik jana amanchilik bo'lsin. Nuqatda jang'u javob va jang'u javonga baylanishda biz kecha tartdik. Tushki namoz tatib olsin demoqchilar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Nuqat Qavachima Tutman sizlarga xizmat qiladi. Aman olsun, tinch bo'linglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.